Jahongir aka, nimaga Onyx Trackerlar motorlar tez ketib qolyapti? Aslida buni sabablari juda ko'p. Ustakanaz video qilishyapti-yu, sifatsiz benzin, sifatsiz moydan yoki bo'lmasa va hokazo boshqa narsalardan kelib chiqyapti akalarim. Ko'proq mana shu benzinga taqalib qolyapti bu sistema. Xullas bundan nima uchun motor tez ketib qoladi? Chatoq benzin quyilgandan keyin avtomobilda ichki yon dvigatelda portlash noto'g'ri bo'lgani hisobiga Porsche'larga nagruzkalar, Porsche'ning klaplar. Endi iloji boricha sifatsiz benzin quyib qo'ydingizmi, avtomobilni bosmang iloji boricha. Avtomobil motoridan charlagan ovozni eshitdingizmi, iloji boricha gaz pedalni kamroq bosing, spokойно haydab, charlatmasdan haydasangiz, motoringizni umrini ushlab qolish ehtimoli bor akalarim. Mana shu videomizda avtomobili bor tanisiga jo'natib qo'ysalaring foydali bo'ladi. Bu ne только Tracker Onyx, qolgan avtomobillarda ham xuddi shunaqa qilsalaring motorlaringda ish ko'rsatib qo'ymaysiz akalarim. Chunki yaqinda ham bitta akamiz sifatli benzin qo'yib qo'yib 150 ga bosdim, avtomobil motori pishdi deyapti. O'shani spokойно gaz bosganda motorni umri hali ularga xizmat qilib berishlari mumkin. Jonlar sog' bo'lsin, yuzdan tabassum ta'kidlasin. Iloji boricha sifatli benzin qo'yganlaring yaxshi va sifatli yog' bilan.